Soat to'g'rilanmoqda, hushtak chalinmoqda. O'yin boshlandi do'stlar. Tarkiblar bilan tanishtiraman. Hujum markazida esa Aleksandr Bolyevich harakat qiladi. 7-raqamda. Qoida buzildi bu yerda. Navdohidovning hushtagi yangramoqda. 77 Oybek Bozorov, 11 Hojimat Erkinov va zarba. Va do'stlar, bizda startdayoq gol bor. Tarkib bilan mana bu hujumga o'z vaqtida e'tibor qarata olmadik, lekin Paxtakor gol o'tkazib yubormoqda. Wow! Tojiyevning nigohlariga e'tibor qarating. Oydinlik kiritib olishimiz mumkin bo'ladi. Uzatma. Nima? Voy, xatoga e'tibor qarating. O'zi ichkariga yana bir bor ko'ramiz. 13-raqamdagi Filip Ivanich gol urmoqda. Va Sanjar Quvvatovdan fokus do'stlar. Nazarov-ku hujumga o'tadimi? Jaloliddinovdan uzatma. Yaxshi pas. Zarba yo'llanishi mumkin, yo'llandi. Himoyadan chiqish kerak va buni uddalashyapti. Juda chiroyli uzatmalar bilan. Bitta teginishda. Endi esa Nasrullayev chap qanot boshini ko'tardi ichkariga. Pas va zarba gol! Hojimat Erkinov. Mana bu endi chiroyli. To'g'ri, Hojimat o'zi uchun balki noodatiy pozitsiyada paydo bo'lgandir. Lekin boshqa tarafdan Hojimat juda erkin futbolchi va qarang, kirib borishiga so'rayapti qo'llari bilan oldinga. Endi bu yerda stop kadr qilib balki ko'rilar, lekin baribir nazarimda Nasrullayevning uzatmasi juda yaxshi chiqdi. Hisob tenglashdi. Gol tekshirilyapti. Offside. Shunday ko'ringandi ochig'i. Endi ishlatsa bo'ladi bemalol. Bir muddat Hojimat qaytgandan keyin. Mana bu yerda esa So'g'diyonov imkoniyat, offside bo'lmasa yaxshi vaziyat, zarba. Ustidan tashlab qo'ymoqchi bo'ldi. Shartmidi shu? E'tibor qarating. Yo'q bu yerda offside. Alloh bergan. Birdaniga ichkariga to'pni yetkazish juda qiyin, noqulay. Hojimat kombinatsiya chiroyli, mazgavoy, mana go'zallik, ajoyib harakatlar. Bozorov zarba zarur va gol! Flamarion! Bu gol endi menimcha inobatga olinadi, hammasi joyida bo'lishi kerak. Flamarion. Demak, Ibrohim Halil Yo'ldoshevning super zarbasiga guvoh bo'lgan bo'lsak, mana bu yerda esa kombinatsiya. Qarang, hamma narsa bor bu yerda. Mazgavoyning tovon bilan uzatmasi. Bundan avvalgi harakatlar. Oybek Bozorovdan assist, Flamarionning yolg'iz qoldirilishi va uning zarbasi. Bu yerda Mazgavoyni e'tirof etish kerak. Akmal, nihoyat Akmaldek o'ynadi. Endi to'g'ri, katta ishni bajaradi, asosan uning harakatlari soyada qoladi, pozitsiyasi shuni talab qiladi. Lekin Akmalning boshqa, men o'ylayman, Nasafga yutqazib qo'ydi. Ya'ni taqvim oson emas, ham qabul qilsa bo'ladi. Tushunish mumkin. Andijonga qarshi Bobur Arenada o'ynash qiyin. So'g'diyonov hujumga o'tyapti, zarba yo'llandi. Ancha xavfli, Quvvatov egallab oldi. Ichkariga uzatma, zarba va Quvvatov aybini yuvyapti. Nurmatov zarba yo'llagandi Oybek. Hozir esa boshqa Oybek to'p bilan, bu Bozorov. Ajoyib uzatma, aniq davom ettirsa bo'ladi. Flamarion sherigiga Rustam Turdimurodov. Kech qoldi, lekin gol uryapti. Rustam 1-2, Paxtakor oldinga chiqib olmoqda. Flamariondan endi assist, lekin do'stlar, bu golda ham Oybek Bozorovni e'tirof etgan bo'lardim. Oybekning keskinlashtiruvchi uzatmasi hal qiluvchi bo'ldi va Rustam o'zining mavsum debyut golini uryapti. Qo'ldan chiqarib yubordi deb o'yladim, barchasini yo'q, u ulgurdi. Endi bu Flamarionga to'p kelishi, agar unga ham to'pni qanday yetib kelganini ko'rsatishsa
yanada ajoyib bo'lardi. Ana shu yerda himoyachi ham tashlandi. Aynan bir emas, ikki futbolchi qarang, sinkron tashlanishdi. Ivanovic hamda Jo'raboyev adashmasam, lekin ikkisi ham ulgurmadi. Rustam esa gol urib ketyapti. Paxtakor oldinda. Darvozabon qutqara olmadi Isoqov. Qutqarishi mumkinmidi? Aytish qiyin. Yaqin masofa ayblash qiyin, lekin Faysal Mulih va Amirbek Saidovlar bor. Ichkariga uzatma, Paxtakor hujumda. Xavfli vaziyat, Nasrullayev va Flamarion golmi? Yo'q. Yaqin masofada Flamarion nima qilyapti? Qaror qanday? Penalti ishlanyaptimi? Nima bo'ldi? Ochig'i biroz anglash qiyin bo'ldi. Hozir aniqlab olamiz. Xo'p, Nasrullayev yetib keldi, unda hammasi joyida. Ortga pas. Qo'liga tegdi. Ha, darvozabon qaytardi, lekin undan avval himoyachining qo'liga tekkan bu Filipovich edi. Hozir ko'ramiz. Mana shu undan avvalgi epizodda. Bu yerda yaxshi ko'rinmadi, lekin avvalgi takror lavhada to'liq ko'ringandi. Mana shu epizodda birinchi zarbada. Yana ko'ramiz. Juda yaqin edi. Bir qarich bo'lsa bor yoki undan ham kam masofa. Nuqta. Gol istayapti stadion. Rustam tezlik oldi, chog'landi, zarba va gol. 1-3. Dubl Turdimurodovdan. U ham Dostonga, u ham Barjichekka yetib olyapti. Yo'nalish topa olmadi Shohrux. Uchrashuvda hisob o'zgardi. Gol muallifi Paxtakor jamoasining 14-raqamdagi a'zosi Rustam Turdimurodov. Mana hozir u to'p bilan o'ngga aniq uzatma beryapti, tushishi bilan yuqorilatib to'p yetkazilmoqda. Begona jamoa emas, sariq kartochka ko'rsatilyapti. 2 metrli jamoadosh ham bor. Unda tanlov ko'p. Hozir ko'ramiz nima qiladim. Ruxsat bor, Jasur. Zarba yo'lladi va Quvvatov qaytardi. Uzatma beriladi. Ya'ni men juda harakatda mana bu Faysal Mulichning ikkinchi qavatdagi o'yinini Hojimat Erkinov markazlashdi, zarba yo'lladi, noaniq. Paxtakor taqibchi, Buxoro taqibchi. Paxtakor mana bu yerda hujumga o'tyapti. Markazga Hojimat. Penalti. Yana qo'l bilan o'yin bo'ldi chog'i. Ha, hammasi tez rivojlandi. Albatta istehzo bilan aytyapman, lekin ko'rish kerak. Bu rakursdan ham aniq qo'l harakati bormi, tabiiymi, notabiiymi tushunish qiyin. Mana bu yerdan-chi. Yana oldinga biroz ko'tarib yubordi-da. Haligi notabiiy tarzda. Ruxsat bor. Hojimat Erkinov, Shohrux Isoqov qarama-qarshiligi. Xo'sh. Uzatamiz. Zarba va gol. Birotort. Bu safar yo'nalishni topgandi Isoqov. Ammo Hojimat gol uryapti. Debyut golni boya aytganimdek, Paxtakor murakkab boshlangan o'yinni o'z tomoniga og'dirib oldi. Ya'ni comeback qildi. 1-0 yutqazayotgandi. 4 ta gol bilan javob berdi. Gol muallifi Paxtakor jamoasining 11-raqamdagi a'zosi Hojimat Erkinov. Shohrux yo'nalishni topgandi bu safar. Ozgina ulgurmadim. Va endi do'stlar, Bashar Rezan ichkariga zarba aniq chiqdi. Zaxiradan tushganlar hozir. Rezandan Barjichekka uzatma, mana bu esa endi Mulich. Tezligi ham yomon emas ekan bu futbolchini, zarba yo'lladi. Zarbasi ham kuchli, lekin noaniq. Mana yaqin yuqori burchakka zarba yo'llagandi.
qanot. Alijonov. Zo'r uzatma, ajoyib. Flamarion markazga pas, zarba va Isoqov darvozabon ushlab oldi. Alijonov. Ibragimov. Yana Hoji Akbar. Hoji Akbar qanotlarini o'zgartirib o'ynayapti. Ichkariga ham. Mana pas, zarba va gol 1-5. Lekin ofsayd bayroqchasi ko'tarilyapti chog'i. Murabbiy oldiga talablarni boshqacharoq qo'yishgan. 20-raqamda Fazliddin Omonkeldiyev maydonga tushirildi. Bu o'sha hozirgina kiritilgan, lekin ofsayd tufayli. Ya'ni yirik hisobda g'alabaga erishyapti. O'zi bu o'yinning ham borishi eslatib o'taman, oson boshlanmagandi. Izzatovga hammasi joyidami? Yo'q, bu Otabek Jo'raqo'ziyev. Otabek, Sanjar Quvvatov. Sanjar ham Akmal yo'nalishini o'zgartirdi. Kurash kechadi. Bu yerda ham Paxtakor futbolchisining qo'liga to'p tekkandek ko'ringandi. Ha, borib ko'radim. Borib ko'radim. Xo'p, darhol 5 soniya 7. Nuqta. Penalti. So'g'jona penalti tepadi. Zarba va gol. 2-4. Ha, hali vaqt bor, yana balki 3 daqiqa vaqt bordir, chunki to'xtalish bo'ldim. Gol. Markaz ko'rsatilyapti va hushtak chalinib o'yin yakunlangani haqida ma'lum qilinmoqda. 2-4. 6 ta gol ko'rdik. Gollarga boy o'yin guvohiga aylandik.